Uyg'ur xalqi xamir taomga juda usta bo'lishadi-da. Uyg'urcha jo'va taom retsepti. Muzdagina suvga tuz, tuxum solib aralashtiramiz va un solib qattiqqina xamir qoramiz. Oliy navli turon undan ishlatsanglar, uyaltirib qo'ymaydi. Qiymasi uchun go'shtni to'g'ralgan piyoz, tabga ko'ra zira, murch hamda tuz solib yaxshilab aralashtiramiz. Tinib olgan xamirimizni ko'rsatilgandek qilib yoyamiz, kesamiz va 10 grammdan zo'lachalarni yasab olamiz. Zo'lalarni biroz un sepib 10 daqiqa paket ichida ushlab olsangiz yolishi oson bo'ladi. Ana endi tugilishiga yaxshilab ahamiyat bering. Iloji boricha boshdan oxirigacha ko'rsatishga harakat qildim. Birinchi, ikkinchisi chiroyli chiqmasligi mumkin, uchinchisidan aniq o'xshab chiqadi. Endi qaylasini tanlashga kirishamiz. Tovaga yog' solib go'shtni qovurishni boshlaymiz. Maydalangan chesnokni solib soya bilan 10 daqiqaga go'shtimizni diblab olamiz. Go'sht kuyib ketibdi deb o'ylamanglar, soya rangini o'zgartiradi. Piyoz hamda basakaramni solib qovurishda davom etamiz. Tomat, tuz solib qovuramiz va ketdan rangli bolgarskini solamiz. Lag'mon uchun ziravor hamda suvni solamiz. Suv qaynagach jo'varni solib pishirib olamiz. Uyg'urcha taom tayyor. Etib yoqqan bo'lsa, xotirangizni duo qilishni unutmang.